Captiva 4 so'ragan aka-ukalarimiz uchun ideal holatdagi egalaridan Captivamiz chiqdi. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, beli jemchug rangda. Mashina kraskalari 100% radnoy, yotgan mashina dedilar. Mashinaga 4 ta yangi mexik balonlar qo'yilgan. 6 oy, 7 oy tonirovka rassenlari ham bor ekan. Kuzov qismlari ham tiniq bo'lib turibdi. Mashinamiz bor yo'q 56 ming kilometr yurgan ekan. 56 ming kilometr yurgan. Qo'jalari ham matchiy bo'lib turibdi. Endi bizning 3-haftadamiz. Faqat chiroyli qilib qo'yganlar ishlarini ham akamiz. Sizga birmuncha oson bo'ladi, Chiroyli. chunki aralash tarzda bo'lmaydi. Sanoqlar ham tiniq turibdi. Yangrayda. Kraskalar aytayotgandek 100% radnoy. Undan tashqari ikkita 70 talik metan gaz ham o'rnatib qo'ygan ekanlar. 2018-yil texpasportlari ham 2018 umuman olsotdi bo'lmagan. Mashinamiz hisob ma'lumot salondan o'zlari olganlar. Kraskalar 100% radnoy, motorlari ochilmagan. Pravey kraskalarga 100% javob dedilar. $16,500 narxi. Kreditga olaman deganlar uchun $1,300 pul bilan kelsangizlar o'zimiz avtokredit qilib beramiz.